Yangi yil, yangi orzular, yangi umidlar bayrami. Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab, ayniqsa olis va tog'li tumanlarda ham bayram shukuhi sezilmoqda. Bugun Suv tumaniga kelsangiz tuman bo'ylab yangi yil shukuhi ko'zga tashlanadi va odamlar bayramona kayfiyatda ekanligiga guvoh bo'lasiz. Tuman ko'chalarida Qorbobo kiyimida milliy orkestr paradi tashkil etilayotgani aholiga yanada ko'tarinkilik baxsh etmoqda. Qorbobo obrazidagi ishtirokchilar tumandagi markaziy ko'chalarda ham parad o'tkazib, bayramga xos kayfiyatni aholiga taqdim etdilar. Ushbu parad nafaqat bolalar, balki kattalarda ham yangi yil ruhini uyg'otib, ularda quvonch va xursandchilik hissini paydo qildi. Tuman markazi haqiqiy yangi yil manzarasiga aylandi. Mana bugun Suv tumanimizda ham yangi yil shukuhi kezmoqda. Odamlarning kayfiyati a'lo, bayramona. Har kuni tuman markazimizda Qorbobolar paradi, Qorbobolar orkestri tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu tadbirlar odamlarga yana ham bayramona kayfiyat bag'ishlamoqda. Bugun olis So'xda nafaqat Qorbobolar paradi, balki taniqli san'atkorlar ishtirokida konsert dasturlari ham tashkil etilmoqda. Yangi orzu va umidlar bilan yangi yilni kutib olishga tayyorgarlik ko'rayotgan so'xliklar bu kabi bayramoldi tadbirlarning tashkil etilayotganidan juda ham mamnun. Ularning kayfiyati esa butunlay bayramona. Mana yurtimiz bo'ylab allaqachon yangi yil shodiyonalari tumanlarimizda, shaharlarimizda, chekka-chekka qishloqlarimizda davom etyapti. Mana bugun biz bir guruh san'atkorlar So'x tumaniga tashrif buyurdik. Albatta bu yerda xalqimizning kayfiyati juda ham a'lo. Avvalo barcha yurtdoshlarimizga men kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana yurtimiz 2025-yil yurtdoshlarimiz uchun, vatanimiz uchun barcha sohada, barcha jabhada bir samarali yil bo'ldi. Men fursatdan foydalanib 2026-yilni ham yurtdoshlarimiz uchun, vatanimiz uchun fayzli barakatli yil bo'lishini Allohdan so'rayman. Darhaqiqat vaqtning shiddatiga nazar solsa, ko'z ochib yumguncha 4 fasl almashib, 2026-yilning ostonasiga yetdik. Eski yil umrimizning yana bir bo'lagini o'zi bilan tarixga olib ketmoqda. Hozirgi payt yangi orzu maqsadlar va yangi rejalar tuziladigan davr. Zero orzu ruhning qamchisi, xayol esa uning ulovi. Intiqib kutiladigan bayramda shubhasiz ko'zlangan maqsadlar va niyatlar ham yangilanadi. Yakuniga yetib borayotgan 2025-yil so'xliklar hayotida katta iz qoldirmoqda. Davlat rahbarining tashabbusi bilan joriy yil davomida tumanda xalq manfaati va yurt obodligi yo'lida muhim ishlar amalga oshirildi. Yangi yilda esa tumanda turizm sohasini yanada rivojlantirish uchun ulkan ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.